Uyghur Məcburi Əmgəkinin aldın ilish qanun layihəsinin sunğucularından biri bolğan Amerika Kengaş Palatasının a'zosi Marco Rubio 30 iyun günü video nutq e'lon qilib, Biden hökumətinin 21 iyundan başlap rəsmi icra qılınışqa başlagan mazkur qanunni qattiq ham qat'iy icra qilishini talab qilgan. So let me explain what's going to happen here in a second. So we've all heard the stories. Uyghur Muslims are taken from their homes, from their families. They're forced to work in these factories as slaves. They're forced to renounce their religion, change their name, forced sterilization, forced abortions. It's been characterized, rightfully so, as genocide. Marco Rubio sözüde bu qanun mahsulotlarının qulla əmgəkida ishlab chiqarilmaganligini aniq va qoyil qilarlik dalillar bilan ta'minlamaguncha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni yoki mazkur rayonning sirtidagi majburiy əmgək programmalariga chetishlik o'rinlardan mol eksport qilishni cheklaydiganligini bildirgan. Rubio mundaq degan: Amerika şirketleri ve iste'molchilari hamda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarni asos qilgan millatlarning azob oqibatlariga ko'z yumamaydi. Amerika oxiri Xitoy Kompartiyasi va uning qulla əmgəkini ishlatishiga qarshi o'rnidan dast turdi. Biden hukumati bu qonunni cho'qim qat'iy va qattiq ijro qilish kerak. Marco Rubio'nun mazkur videosi yaqindan beri Amerika taratqularida Prezident Bidenning Uyg'ur majburiy əmgəkinin aldın ilish qonunini qattiq ijro qilmaslik to'g'risida besimga uchrayotganligi xabar qilinib, orqasidan e'lon qilingan. Washington pochtasiga obzorchisi Josh Rogan o'tgan hafta obzor e'lon qilib, Biden hukumatining Xitoydagi irqiy qirg'inchilik bilan yuzilish irodasi kaskin sinoqqa duch kelganligini bildirgan. U bir qism hukumat amaldorlarining va savdo manfaat guruhlarining mazkur qonunni qattiq ijro qilishga qarshi harakat qilayotganligiga doir uchurlarni olganligi. Qonunning qattiq ijro qilinishiga qarshi turg'uvchilarning o'z vaqtida bu qonunning ma'qullanishiga qarshi turg'uvchilar bilan o'xshash kishi va guruhlar ekanligini bildirgan. Josh Rogan yana agar Oqsaroy Xitoyning majburiy əmgək sanoatining burunqidek normal ishlashiga bo'shliq yaratib bersa, butun tirishchanliklarning qarg'a kelmaydiganligi, shundaqla Uyg'ur va boshqa ziyonkashlik uchiruvchilarining istiqboli texmo qorong'ulashadiganligini aytgan edi.